Daryo va soy o'zanlarini tozalash jarayonida qum shag'al materiallarini qazib olish huquqini qanday qo'lga kiritish mumkin? O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 18-noyabrdagi 926-sonli qarori bilan toshqinga qarshi hukumat komissiyasi tashkil etilgan. Toshqinga qarshi hukumat komissiyasining tozalanishi lozim bo'lgan uchastkalar ro'yxatida suv xo'jaligida bozor mexanizmlarini joriy qilish davlat muassasasi tomonidan loyiha hujjatlari belgilangan tartibda ishlab chiqilishi uchun loyihachi tashkilotlarga buyurtma beriladi. O'z navbatida loyihachi tashkilot tomonidan loyiha hujjatlari belgilangan tartibda texnik zadaniyalarga muvofiq ishlab chiqiladi hamda suv xo'jaligida bozor mexanizmlarini joriy qilish davlat muassasasiga taqdim etiladi. Agar loyiha hujjatlarida hech qanday kamchiliklar bo'lmasa, suv xo'jaligi bozor mexanizmlarini joriy qilish davlat muassasasi uni ko'rib chiqib, belgilangan tartibda 2 ish kunida Davlat ekologik ekspertiza markaziga xulosa olish uchun yuboradi. Mazkur loyiha hujjatlari bo'yicha Davlat ekologik ekspertiza markazining ijobiy xulosasi taqdim etilgandan so'ng, bu uchastkalarni belgilangan tartibda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 981-sonli qarori bilan e-auksion elektron savdo platformasiga joylashtiriladi. E-auksion elektron savdo platformasi orqali ishtirok etib, g'oliblikni qo'lga kiritgan tadbirkorlik subyektlari bilan suv xo'jaligida bozor mexanizmlarini joriy qilish davlat muassasasi o'rtasida o'rnatilgan tartibda shartnoma rasmiylashtiriladi.